Assalomu alaykum. Kelinglar, bugun sizlar bilan Al-Xorazmiy o'quv markazini obzor qilamiz. Bu yer bizning reseption, bu esa bizning kutish zalimiz. Bu esa sertifikat olgan o'quvchilarimiz natijasi. Bu men G'ayrat va Nozanin Sefirdan olgan natijam. Men bu natijani teacher Davron bilan birgalikda tayyorlanib olganman. Xo'p, bu esa bizning koller. Chanqagan o'quvchilarimiz suv ichishadi. Bu esa ona tili va adabiyot fanidan olgan natijam. Men bu natijani Filolog Bobojonova bilan birgalikda tayyorlanib olganman. Davom etamiz. Bu esa teacher Davronning xonalari. Dars bo'lyapti, bezovta qilmaymiz. Bu esa mening matematika va tarix fanlaridan yaqindagina olgan natijam. Men bu sertifikatlar bilan jami 182 ball to'plab, muddatidan oldin talaba bo'lishlik baxtiga muyassar bo'ldim. Sizda sertifikat yo'qmi? Muammo yo'q. Al-Xorazmiy o'quv markaziga tashrif buyuring.